Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Men Yo'ldoshev Habibjon Haydaraliyevich. Tashabbuskor xalq jamoasi a'zosiman. Bizning jamoamiz bir necha yillardan buyon milliy murosa g'oyasini targ'ib qilib keladi. Ushbu g'oyamizni qisqacha mazmuni bilan sizlarni tanishtiradigan bo'lsam, bu g'oyani asl maqsadi revanshizmga chek qo'yish, ya'ni mana shu mustaqillik davrida yo'l qo'yilgan xato kamchiliklarga ko'z yumgan holda mana bu siyosiy hayotdagi daftarni yangi sahifadan ochish. Bundan yana asosiy ko'zlangan maqsad mana shu mustaqillik yo'lida kurashgan, o'zlarini gullagan yoshliklarini va kelajaklarini qurbon qilgan mana bu ustoz siyosatchilarimizni reabilitatsiya qilib, vatanga olib kelib, ularni bir o'sha siyosiy tajribalaridan foydalanishidir. Afsuski, ustozlarimizni ham, siyosiy elitani ham nazarida biz ishonch uyg'ota olmadik. Agar ustozlarimiz ozgina bizni qo'llab-quvvatlashib, ortimizda turishgan bo'lishganida balki hukumatni ham muzokaralar stoliga o'tirishga ko'ndirsa bo'lardi menimcha. Bu qilsa bo'ladigan ish edi, afsuski unday bo'lmadi. Va yana bo'm tuzilishi natijasida oramizda bizni ishongan tog'imiz, bir suyangan insonimiz bor edi, muxolifatdan chiqqan Botir Hasan, Botir Choriyev, ya'ni o'sha Bahodirxon Turkistonning ukalari bo'lishadi. Birdamlik siyosiy harakati faollari edi bular. Mana shu yigit bizni tark etdi, oramizdan chiqib ketdi va bu bizni ancha kuchimizni qirqilishiga sabab bo'ldi, afsuski. Lekin g'oya g'oyaligicha qoladi. Endi bundan buyog'iga bu g'oyani biz mediator ko'rinishida emas, konstruktiv siyosiy partiya tuzgan holda davom ettirmoqchimiz. Va yaqin kunlarda, Xudo xolasa, nizom dasturlarini tuzgan holatda xalqimizga taqdim etamiz. Ya'ni mana shu aynan milliy murosa g'oyasini o'z ichiga olgan bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda tuziladi dasturlar ham. Va o'ylaymizki, mustaqil O'zbekistonimizni mana shu dunyo siyosatida, dunyo siyosiy olamida subyekt bo'lishligiga erishamiz. Bizning asosiy g'oya, maqsadimiz mana shu. Va shu yo'lda kurash olib boramiz. Biz revanshizm yoki bir boshqa destruktiv g'oyalardan uzoq turamiz. Ya'ni bizda tuzayotgan partiyamizga kelib qo'shilishlik Xudo xolasa hech qanaqangi xavf tug'dirmaydi degan umiddamiz. Va hukumat ham to'g'ri tushungan holda, ya'ni bizga bo'lgan munosabatlari iliq bo'ladi degan umiddamiz inshaalloh. Shu sababli yoshlarimizni oramizga qo'shilishliklarini so'rab qolamiz. Yaqin kunlarda biz o'z Telegram kanallarimizni va YouTube'da, Facebook'da sahifalarimizni ochib, targ'ibotlarimizni keng miqyosda davom ettirishga harakat qilamiz. O'zlarini karyeralarini masalan mana shu siyosatda ko'rayotgan yoshlarimiz bo'lsa, marhamat qilib oramizga kelib qo'shilishlari mumkin. Xudo xolasa vatanimizni gullab yashnashi yo'lida mana bu oldimizda turgan jamiki o'sha xavf-xatarlarni birgalikda yengib o'tishlik yo'lida birgalikda yelkama-yelka turib vatanimiz uchun xizmat qilamiz degan umiddaman. E'tiborlaring uchun rahmat.